Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu tashqarida Qur'on o'qib o'tirib, otaqda bezlab tipirchilab beradi. Chiqsa to'xtab qoladi. Nandaroqda kichkina o'g'li Yahyo uxlayotgan bo'ladi, shu tepalab qo'ymasin deb bezot olib chiqsa ot to'xtaydi. Kirib Qur'onni yana o'qisa, yana ot bezovta bo'laveradi. Chiqsa yana to'xtaydi. 3-marta uzoq o'qiveradi, tipirchilash to'xtamadan keyin chiqsa, oppoq bulutga o'xshagan narsa shunday ko'tarilib ketayotganligini ko'radi. Ertalab borib, "Ya Rasululloh, bugun kechasi mana bunday ish bo'ldi" deganida, o'qiverganingizda, tong otguncha o'qiganingizda odamlar farishtalarni ko'rishardi deydi. Bu sizni tilovatingizni eshitgani farishtalar tushgandi dedi. Shuning uchun ukalar do'konda jini ertalabga ketib chiqib Qur'on o'qisak uyda, o'sha ozgina Alloh bergan qo'limizga rizqqa barakot bo'ladi. Biz faqat moddiy tomonini orqasidan quvalab yuravermaylik. Endi taassufki, qancha uylar bor, Qur'on tilovati bo'lmaydi bu uylarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh zikr qilinadigan